Tizza artrozi faqat yurolmaslik degani emas. Oyog'im og'riyapti deb o'ylaysiz. Lekin aslida siz tunda ham uxlolmayapsiz. Ertalab uyg'onish og'ir kechyapti. Ishga borgandan keyin esa hammasidan charchagan bo'lasiz. Bu holat sizga ham tanishmi? Balkim sizda ham artroz bordir. Artrozni ko'pchilik faqat yurolmaslik bilan bog'laydi. Lekin biz har kuni guvoh bo'lamiz, bemor faqat yurishda emas, butun hayot tarzida o'zgarish sezadi. Qaysi jihatlarda deb o'ylaysiz? Uyqudan boshlasak, tizzasida og'rig'i bo'lgan odam tunda chap tomonga ham, o'ng tomonga ham erkin ag'darila olmaydi. Har bir harakat og'riq bilan kechadi. Bu og'riq sizni tunda bir necha marotaba uyg'otadi. Uyqungiz buziladi. Demak, miya to'liq dam ola olmaydi. Ertalab turish qiyinlashadi. Tanangiz og'ir, ruhiyatingiz tushkun, uydan chiqqingiz ham kelmaydi. Bunday inson ishga borganda jismoniy emas, ruhiy charchoq bilan yuradi. Og'riq bu tana uchun mikrostress. U doimiy tus olsa, insonning unga qarshi immuniteti zaiflashadi. U hayotda mayda narsalarga ham jahl qiladigan, diqqati pasaygan va ishga qiziqishi so'ngan bo'ladi. Ertalabki energiyaning yo'qligi esa yana bir ko'rsatkich. To'yib uxlamagan odam tanasi tunda dam olmaganini ertalabdanoq sezadi. Tanasi go'yoki qo'zg'alishga qarshilik qilayotgandek bo'ladi. Bu esa harakatni kamaytiradi va mushaklarni tonusini pasaytiradi. Odam ko'proq yotishni afzal ko'radi. Bu esa gipodinamiyaga, ya'ni harakatsizlikka olib keladi. Harakatsizlik oqibatida esa suyaklar va bo'g'imlar yanada tezroq yemirila boshlaydi. Siz nafaqat yurolmaslikdan, balki hayotingizdagi eng oddiy narsalar, uyqu, kayfiyat, ertalabki choy, ishga borish kabi oddiy jarayonlardan ham og'irlik his qila boshlaysiz. Xulosa qilib aytganda, artroz faqat tanada emas, balkim hayot tarzingizda aks etadigan kasallik. Agar siz vaqtida harakat qilmasangiz, ertalabki uyqudan turishingizni o'zi ham katta bir sinovga aylanadi. Tizza artrozi nima uchun butun organizmga ta'sir qiladi? Keyingi paytlarda kayfiyatingiz, ruhiyatingiz tushib ketayotganini his qilyapsiz. Bosh og'rig'i, charchoq, uyqusizlik, balki siz buni stress yoki havoning o'zgarishi bilan bog'layotgandirsiz. Lekin sabab tizzangizda bo'lishi mumkin. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Tizzadagi og'riq bu mahalliy muammo emas. Bu kasallik organizmga markazdan tortib to miya va asab tizimigacha ta'sir ko'rsatadi. Nega? Artrozda birinchi navbatda tanada surunkali og'riq yuzaga keladi. Og'riq bu mikrostress. Agar u bir marta emas, har kuni takrorlansa, miyada og'riq sxemasi shakllanadi. Ya'ni inson tanasi har qanday harakatni xavf deb qabul qila boshlaydi. Bu sxema orqali miya sizni og'riqni qayta his qilmasligingiz uchun harakatsizlikka undaydi. Natijada siz harakatni kamaytirasiz. Kam harakat esa mushaklar zaiflashuvi, qon aylanishining sekinlashuvi va energiyaning kamayishiga olib keladi. Miya bu holatni depressiya sifatida qabul qiladi. Ruhiyat tushadi. Inson motivatsiyasi yo'qoladi. Bundan tashqari, siz uzluksiz og'riq his qilganingizda asab tizimi sizga doimiy ravishda signal yuborib turadi. Bu simptomatik faollashuvni kuchaytirib, stress gormonlari, ayniqsa kortizol miqdorini ko'payishiga olib keladi. Kortizol bu yo'qotish gormoni. U tanani sustlashtiradi, uyqu rejimingizni buzadi va immunitetingizni pasaytiradi. Va ta'sir zanjiri quyidagicha: avval og'riq, keyin mikrostress va kortizol oshishi, oqibatida uyqusizlik, keyin charchoq, harakatni kamayishi va yanada kuchliroq og'riqqa olib keladi. Siz har kuni ertaga yaxshiroq bo'ladi degan umid bilan yashaysiz. Lekin mexanizm shunday ishlaydiki, o'z-o'zidan hech narsa o'zgarmaydi. Og'riq qoladi va kuchayadi. Asta-sekin butun hayot tarzingizni o'z nazoratiga oladi. Xulosa qilib aytganda, artroz tananing bir qismida boshlanadi, lekin butun shaxsiyatingizni o'zgartirishga qodir. Siz o'zingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun tanangizni, asab tizimingizni va og'riq sabablarini tushunishni boshlashingiz kerak. Artrozning ilk belgilarini ko'pchilik sezmaydi. Ular og'riqdan avval boshlanadi. Ko'pchilikda shunday savol bo'ladi: menda hech qanday og'riq yo'q, faqat g'ichirlagan ovoz chiqadi. Shunga e'tibor berishim kerakmi degan. Ha, bu eng birinchi va eng muhim signal bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik buni sezsa-da e'tibor bermaydi va shu sababli kech qoladi. Artroz bir kechada paydo bo'ladigan kasallik emas. U yillar davomida sekin astalik bilan shakllanadi. Shu davrda tana sizga og'riq orqali emas, balki turli ishoralar orqali xabar yuboradi. Bu ishoralarni tanigan inson o'zini kuchli og'riqlardan asray oladi. Birinchi ishora ovoz, qarsillash, g'ichirlash kabi tovushlar. Ular og'riqsiz kechishi mumkin, lekin bu normal holat emas.
Bu bo'g'im ichidagi suyuqlikni miqdorini kamayganidan va uning tuzilishida mikro o'zgarishlar paydo bo'lganidan darak beradi. Ikkinchi ishora ertalabki qotib qolish hissi. Uyqudan turganingizda tizzangiz qattiq, og'ir va darhol bukilmaydigandek tuyuladi. Bir necha daqiqadan so'ng yozilib ketadigandek bo'ladi. Bu shish, yallig'lanish yoki sinovial suyuqlikni yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchi ishora harakatdagi cheklanish. Avvallari siz poldan biror buyumni qiynalmay ola olgandirsiz. Endi esa egilganingizda yengil noqulaylik sezasiz. Ko'pincha siz bunga e'tiborsizlik qilasiz. Ammo bu sezgilar o'z vaqtida to'xtatilmasa, keyinchalik og'riq va suyak deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi ishora jismoniy zo'riqishdan kuchayish. Ba'zi odamlar og'riq yo'q, lekin ko'p yursam tizzam g'ichirlaydi deydi. Boshqalar esa ishda ko'p yursam, kechasi dam olayotganimda og'riydi deb shikoyat qiladi. Bu alomatlar shunchaki charchoq emas. Ular artrozning birinchi bosqichidagi dinamik reaksiyasidadir. Beshinchi ishora tanadagi noaniq muvozanat buzilishi. Masalan, siz o'ng oyoqqa ko'proq tayanib, chap oyoqni biroz ayab yurasiz yoki yurishingizda deyarli sezilmaydigan oqsoqlanish paydo bo'ladi. Bu miyaning tana muvozanatini qayta taqsimlayotganidan darak beradi. Aynan shu ishoralarni his qilgan paytda shifokorga murojaat qilinsa, kasallik rivojini juda oson to'xtatish mumkin. U paytda ukollar, ulardan keyingi asoratlar, hayot tarzidagi cheklovlar va boshqa og'ir muolajalarga ehtiyoj ham qolmaydi. Xulosa qilib aytganda, artroz og'riq bilan emas, balki bo'g'imdagi g'ichirlagan ovoz, ertalabki qotish va yengil noqulayliklar bilan boshlanadi. Agar siz ularni tinglasangiz, kasallikka qarshi kech emas, vaqtida kurasha boshlaysiz. Artrozni bosqichlari, darajalari bor. Har bir daraja yangi cheklov va yangi xatar degani. Artroz bir kunda rivojlanadigan kasallik emas. U bosqichma-bosqich avj oladi. Har bir daraja yangi alomat, yangi qiyinchilik va afsuski yangi cheklov bo'ladi. Ularni bilib olish har bir inson uchun muhim ogohlantiruvchi signal. Birinchi bosqich inkor etiladigan og'riq. Bu bosqichda ko'pchilik hali kasalligini ham tan olmaydi. Faqat g'ichirlash, kamdan kam seziladigan og'riq, ertalabki noqulaylik va uzoq yurgandan keyin yengil bezovtalik kuzatiladi. Odatda bu holat charchadim yoki noqulay yotdim degan bahonalar bilan o'tib ketadi. Lekin aynan shu paytda bo'g'imda shikastlanish jarayoni boshlangan bo'ladi. Bu bosqichda suyak uchlari hali deformatsiyaga uchramagan, ammo sinovial suyuqlik kamayib, bo'g'im sirtida yemirilish boshlangan bo'ladi. Agar shu bosqichda kasallik to'xtatilsa, tabiiy harakatni to'liq tiklash mumkin. Fizioterapiya va to'g'ri harakat rejimi yetarli ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi bosqichda harakat cheklangan, tungi og'riq, aynan shu bosqichda shifokorga murojaatlar ko'payadi. Og'riq doimiy emas, lekin kunduzgi faollikdan keyin kuchayadi. Ba'zan tunda ham bezovta qiladi. Tizza to'liq ochilmaydi, bukilganda esa qattiqlik seziladi. Inson yurganda ikki narsani his qiladi: og'riq va harakatdagi cheklanish. Tibbiy jihatdan suyak uchlari qalinlasha boshlaydi. Osteofitlar, ya'ni suyak o'simtalari paydo bo'la boshlaydi. Bo'g'im suyuqligi deyarli qolmagan bo'ladi. Insonning eng ko'p qiynaydigan narsa bu tizzadagi doimiy bo'shliq yoki beqarorlik hissi va harakatdagi nomutanosiblikdir. Muolaja murakkablashadi. Tizzani qayta o'rgatish, og'riqni kamaytirish va muvozanatni tiklash uchun turli usullar kombinatsiyasi talab qiladi. Uchinchi bosqich hayotni cheklaydigan og'riq. Bemorning birinchi shikoyati har bir qadamimda azob, chidab bo'lmayapti. Bu bosqich nafaqat bo'g'im, balki insonning kayfiyati, ruhiyati va hatto ijtimoiy munosabatlariga ham ta'sir o'tkazadi. Tez charchash, uyqusizlik va doimiy asabiylik uning hamrohiga aylanadi. Tizza deyarli harakatlanmaydi. Inson zinadan tusha olmaydi, hassasiz yura olmaydi. Yurishning cheklanishi esa mushaklarning atrofiyasi va suyaklar deformatsiyasini yanada kuchayishiga olib keladi. Eng yomoni shundan so'ng boshqa bo'g'imlar, bel, oyoq, son ham og'riy boshlaydi. Muolaja juda murakkablashib, bemordan ishonch, sabr va tizimlilik talab qilinadi. Hammasi o'ziga bo'lgan mehrdan boshlanadi. Inson avvalo o'ziga yordam berishni, bu azobga chidashdan voz kechishni istashi kerak. Xulosa qilib aytganda, har bir bosqichda sizning tanangiz sizga murojaat qiladi.
Birinchi bosqichda g'ichillash ovozi bilan, ikkinchi bosqichda cheklov bilan, uchinchi bosqichda xuddi baqirayotgan og'riqdek signal beradi. Sizda ko'proq qaysi belgilar uchramoqda? Izohlarda yozib qoldiring. Artrozni davolashda eng katta xato og'riqni to'xtatish bilan cheklanish. Og'riq bor, ukol qilinadi. Og'riq yo'qoladi. Hamma xotirjam. Lekin asosiy muammo o'z joyida qoladi va u har kuni ichkaridan yanada chuqurlashib boradi. Bugungi kunda ko'pchilik shunday yo'l tutadi. Og'riq bormi? Ukol, dori, mas. Bu usullar tezda yengillik beradi. Lekin ular faqatgina simptomni, ya'ni og'riqni vaqtincha bartaraf etadi. Muammoning o'zi bo'g'im ichidagi yemirilish, harakatdagi noto'g'ri stereotip, mushak va bog'lamalar tizimining zaiflashuvi o'z joyida qolaveradi. Artrozni faqat og'riq bilan bog'lash katta xato. Og'riq bu muammolar zanjirining oxirgi bo'g'inidir. Undan avval yurishdagi muvozanat buzilishi, mushaklarning noto'g'ri ishlashi va yuk taqsimotini izdan chiqishi kabi sabablar yotadi. Bu muammolarga e'tibor berilmas ekan, har qanday eng qimmat dorining ham ta'siri vaqtinchalik bo'laveradi. Qolaversa, og'riqni dori bilan yopish organizmning sizga yuborayotgan muhim signallarini o'chirish demakdir. Misol uchun, tasavvur qiling, mashinangizni ekranida motoringiz yaxshi ishlamayotganligi haqida signal chiqib yonib turibdi. Siz esa uni shunchaki o'chirib qo'ydingiz. Mashina yurishda davom etdi. Lekin ichkaridagi jiddiy nosozlik bartaraf etilmadi va oxir-oqibat butun mashinangiz ishdan chiqdi. Shu sababli haqiqiy davolash strategiyasi og'riqni bosishga emas, uning asl sababini topishga qaratilishi kerak. Bu strategiyada quyidagilar inobatga olinadi. Harakat tahlili, ya'ni yurish mexanikasi, qad-qomat, mushaklardagi kuchsizliklarni aniqlash, bo'g'im va bog'lamlar holatini tekshirish, qon aylanishi, metabolizm va asab tizimining faolligi. Bizning klinikamizda aynan shu ichki sabablar bilan ishlanadi. Bizga kelgan bemor og'riqdan qutulish uchun emas, muammoning to'liq yechimi uchun keladi va bu yechimga ukol bilan emas, balkim tana va ong o'rtasidagi aloqani qayta tiklash orqali erishiladi. Xulosa qilib aytganda, artrozni yengish uchun og'riqni emas, uning sababini tushunish va bartaraf etish kerak. Bu tushunchasiz qilingan har qanday muolaja vaqtni va imkoniyatni yo'qotishdan boshqa narsa emas. Bizning yondashuvimiz organizmni qayta o'rganish, og'riqni emas, insonni davolash. Artrozga qarshi haqiqiy kurash, og'riqni yashirish emas. Bu harakatni qayta shakllantirish, tananing qayta tinglashni o'rgatish va insonga o'z tanasi bilan hamkorlik qilishni o'rgatish. Shuning uchun biz ukol emas, kompleks tizim taklif qilamiz. Bemorlar keladi, ular ko'pincha ko'p narsani boshdan уже kechirishgan. Ukollar, dorilar, turli xil klinikalarda lecheniya olib ko'rishgan. Lekin natija doim vaqtinchalik. Biz avvalo uni diqqat bilan tinglaymiz. Shundan so'ng birinchi qiladigan ishimiz harakatni tahlili. Yurish, egilish, og'riq aynan qaysi nuqtada boshlanadi? Qaysi mushaklar zaiflashgan? Shularni barini aniqlaymiz. Artrozda juda muhim bir qoida bor. To'g'ri tashxisdan ham muhimroq narsa bu to'g'ri muolaja. Agar siz sababni to'g'ri aniqlasangiz, natija albatta bo'ladi. Biz aynan shu yo'ldan boramiz. Muolaja kompleks tarzda bir necha yo'nalishni birlashtirgan holda olib boriladi. Kinezioterapiya tananing to'g'ri harakatlanish qobiliyatini qayta tiklash. Fizioterapiya yallig'lanishni kamaytirish va bo'g'im ichidagi oziqlanishni yaxshilash. Manual terapiya siqilgan nervlarni ochish va strukturani to'g'irlashga xizmat qiladi. Infrakrasnoy lampa, udarno-volnoviy terapiya to'qimalarni tiklanishini tezlashtiradi, yallig'lanishni oldini oladi. Kinezio massaj asab, mushak tizimi bilan ishlash. Bemordan sabr va ishonch talab qilinadi. Bizda natija 3 va 5 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatadi. Lekin bu natija yuzaki emas, balkim chuqur, barqaror va kompleks bo'ladi. Inson o'zini boshqacha his qila boshlaydi. Shuning uchun biz bemorning nafaqat tanasi, balki uning o'y-hayollari, qo'rquvlari va ruhiyatlari bilan ham ishlaymiz. Ayol kishi uchun bu uy ishlariga qiynalmay qaytish, erkak kishi uchun esa ishga borish, oiladagi mas'uliyatni qayta his qilish. Inson yana hayotga qaytadi. Xulosa qilib aytganda, biz artrozni emas, insonni davolaymiz. Biz og'riqni vaqtincha bosmaymiz,
balkim sog'lom harakatga qaytaramiz. Erta tashlangan qadam keyingi azoblarni oldini oladi. Oilangiz sizni doimo charchagan va bezovta inson sifatida ko'ra boshlaydi. Buni o'zgartirish mumkin. Buni siz o'zgartira olasiz. Bunda sizga Delta klinikasi yordam beradi. Delta klinikasi bo'g'im og'riqlarida operatsiya va ukol dorilarsiz ko'plab bemorlarga yordam berib kelmoqda. Qanday qilib deysizmi? Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang. Kelasi hafta ko'rishguncha xayr.